halkı haberimiz var. Akmetli 90 gün jariyalandi. Onda har xil sizlarga olib bormoqda rayonimizda sport tarafında, madaniyat, ko'rgazmalar ham IT tarafında. Bularning biri meni bugun O'zbekiston Respublikasi Xorazm Filarmoniya bo'limining har xil konsert бағдарламалары iyun oyi yoshlar oyligi bo'lib jarayalangan. Oda To'may rayoni yoshlari belsendi qatnashib qolganda bugungi Xorazm viloyatini Qoraqalpog'iston Respublikasi Shumona tumanida o'tkazilayotgan tadbirning asl mazmun maqsadi hurmatli prezidentimizni mana shu respublikamizda yoshlarni ma'naviy komil insonlar bo'lib tarbiyalash yo'lidagi olib borayotgan amaliy ishlarini isbot desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu mana shu yoshlarimiz uchun ularni nafaqat o'zlarini bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, balki mana shu san'at yo'nalishida yoki bo'lmasa ular o'zlarini bir mustaqil mana shunday hur diyorda erkin emin yoshliklarini o'tkazishlari yoki bo'lmasa ular yoshlikni eng beg'ubor, eng chiroyli damlarini mana shunday san'at, qo'shiq, milliy musiqa kuylarimiz og'ushida o'tkazishlari uchun juda katta sharoitlarni yaratib beradi.